Yo'q. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Jannat makon O'zbekistonimizning Jizzax viloyati Zomin tumanida istiqomat qiluvchi mehribiy bayon, kulishlari betakror bo'lgan duolar, oltinlarga qadar teng bo'lgan hurmatli Ra'noxon onajonimiz bilan bog'landikmi? Ha, xuddi shunday. Onajonim, yaxshimisiz, salomatmisiz? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Minnatdormiz, salomat bo'ling onajon. Bugun unutilmas o'zgacha kunlar, go'zal onlar, fayzli kunlar egasi ekansiz. Allohimga suyukli banda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kunlaringiz, qarshi olgan tavallud ayyomlaringiz, 60 yosh yubiley yoshlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Allohim har bir boshlangan kuningizni nurafshon, qalbingizni xotirjam, tanangizni sog'u salomat, umringizni ziyoda, yuzlaringizni hamisha nurli qilishligini yaratgan Robbim Allohimdan duo qilib so'rab qolamiz onajon. Rahmat. Minnatdormiz. O'zimni tanishtirib o'taman. Ayni daqiqalarda qalbingiz tomon yo'l oldik. Ijtimoiy tarmoqlarda Dilizhorim qalbimdagi gaplarim loyihasi boshlovchisi Muslimaxon jonli qo'ng'iroq qilib siz bilan suhbat olib bormoqdaman onajon. Rahmat. Minnatdormiz onajonim. Bugungi unutilmas shukronalik ayyomlaringiz munosabati bilan bizning loyihamizga yaqinlaringiz ichida bir yaxshilaringiz bor ekan. Bugungi kun davomida sizni yana ham xursand qilish maqsadida go'zal tabrik so'zlarni yo'llab qolishgan ekanlar. Siz uchun bizning loyihamizga sizga chiroyli savollar bilan yuzlanmoqchi edim onajon. Nima deb o'ylaysiz? Oila a'zolaringizdan, yaqinlaringizdan kim bo'lishi mumkin bu sirli inson? Taxmin qilib ko'ra olasizmi onajon? Farzandlarim bo'lsa kerak-da. Albatta, mashalloh. Darhaqiqat mehribon onaning hech qachon farzandi uchun ko'ngli adashmaydi. Darhaqiqat bugungi kun davomida siz uchun o'zgacha samimiy tabrik so'zlarini yo'llayotgan, sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, dunyolarga alishmaydigan, bor mehr muhabbatini daris tutmaydigan, inshaalloh nasib etsa jannatlarda boshingizga toj kiydiruvchi, ko'zlaringizni nuri, qalblaringizni huzuri, doimo yaxshi kunlaringizda yoningizda yondosh bo'lib, suyanchiq bo'lib turguvchi, bellaringizni quvvati bo'lgan, albatta Allohimning sizga bergan eng katta ne'matlaridan biri bo'lgan o'g'illaringiz Yorbek, Jo'rabek akalarimiz bugungi ayyomingiz bilan muborakbod etib, siz uchun eng go'zal tabrik so'zlarini yetkazib qo'shimizni so'rab qolgan ekanlar onajon. Rahmat. Umridan baraka topsin. Ilohim. Rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin. Albatta mehribon o'g'lonlaringizga hamroh bo'lib, hayot atalmish taqdir yo'llaringizni birgalikda bog'lagan umr yo'ldoshingiz Abdurahmon otamiz, suluv sanamjonlaringiz, farishta qizlaringiz Kamolaxon, Sayyoraxon, Shahnozaxon opalar, shirindan shakar, danagidan mang'izi shirin bo'ladi deganlaridek nabiralaringiz Nodirbek, Shohruxjon, Abrorjon, Niluffarxon, Dilafruzxon, Javohirjon, Jahongirjon, Jasurjon, Hasanboy, Husanboy, Fayyozbek, jajjigina beg'ubor nabiralaringiz Asilaxon, Muhammadjonlar ham chin yurakdan samimiy qutlab o'tmoqdalar. Ular ham albatta onajon. Rahmat. Umridan baraka topsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Birozgina qimmatli vaqtingizni soniyalarga olaman onajonim. Ijozat bersangiz, mehribon o'g'illaringiz Yorbek, Jo'rabek akalarimizni sizga atalgan go'zal tabrik so'zlarini, she'riy guldastalarini siz uchun o'qib eshitiraman. Maylimi onajon? Mayli. Minnatdormiz, tashakkur. Assalomu alaykum, qalblari quyosh, so'zlari sehrli, yuzlari nurli, hamisha farzandlari uchun joni payvasta bo'lgan jannatim, duogo'yim onajonim. Bugungi sizni go'zal ayyomingiz, shukronalik tavallud ayyomingiz bilan tabriklaymiz onajon. Ilohim biz farzandlaringiz, nabiralaringiz, baxtli umringiz ziyoda, jismi joningizni hamisha Allohim salomat qilsin. O'zimizni farishta onajonimiz, hayotingiz go'zallik, xayrli amallarda limmolim bo'lsin. Ilohim go'zal kunlaringiz hamisha ko'p bo'lsin. Biz farzandlaringizni doimo rohatini, farog'atini ko'ravering onajon. O'zidan ko'ra farzandlarini o'ylaguvchi mo'tabar zot onajonim, bebaho dunyoda topilmas davlatim, mehringizdan mehrli qalb yo'q dunyoda onajonim. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramizki, so'zlar bilan ta'rif bera olmaymiz. Ilohim bu yorug' olamda ko'rganingiz Alloh baytlari bo'lsin, chin dunyoda ko'rganingiz jannatlar bo'lsin. Biz farzandlaringizga bergan cheksiz mehringiz, chiroyli tarbiyalaringiz uchun onajonim sizga aytamiz rahmatlarimizni.
Siz uchun doimo boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz va xizmatingizdamiz. Ilohim dadajonim bilan uzoq umr ko'rib, biz farzandlaringiz baxtiga dunyo turguncha turing. Allohim hamisha yoshlaringizga yoshlar qo'shaversin onajon. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi mehribon farzandlaringiz. Mehri daryo soyligim, bahosi yo'q boyligim, hammadan chiroyligim, onam manijon onam. Men deb joni halagi, jannatlardan daragim, men uchun eng keragim, onam manijon onam. Shirin so'zlari, faqat baxtimiz ko'zlagan, aslonim deb sizlagan, onam manijon onam. Hamisha olib yonim, qayg'uradi kuysa jonim, hammadan mehribonim, onam manijon onam. Oqilam sabotligim, taomlari totligim, quvonchim ham shodligim, onam manijon onam. Eng zo'r gulim bog'im bo'ling, doim ko'ngli chog'im bo'ling, baxtimiz uchun hamisha sog' bo'ling, onajonimiz, jonim onam, onajonimiz, jannatimiz onam deya siz uchun atalgan go'zal tabrik so'zlarni, she'riy misralarni yetkazib qo'shimizni mehribon o'g'illaringiz Yorbek, Jo'rabek akamiz barcha farzandlaringiz, nabiralaringiz nomidan so'rab qolgan ekanlar onajon. Rahmat. Minnatdorman, salomat bo'ling onajonim. Yana bir bora qarshi olgan tabarruk yoshlaringiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Bizning loyihamiz ijodkorlar tomonidan yozib olinmoqda. Ushbu fursatdan foydalanib, mehribon farzandlaringizga aytar chiroyli duolaringiz bo'lsa birgalikda tinglab qolamiz. Albatta biroz fursatlardan so'ng eshitadilar esdalik uchun onajon. Salomat bo'lsin farzandlarim. Baxtimga omon bo'lsin. Ilohim. Hammasi o'ynab kulib yursin. Shunchalik meni e'tiborga olib, shunchalik tabriklagan farzandlarimga minnatdorchilik bildiraman. Ilohim. Minnatdorman. O'zingga ham qizim, o'zingga ham minnatdorchilik bildiraman. Shunchalik mening salomimni menga yetkazganing uchun senga ham sihat salomatlik tilayman. Keyin mening yoshlarimga kirib yurgin qizim. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Rahmat onajonim. Ilohim aytganingiz kelsin. Barcha aytgan niyatlaringiz, qilgan go'zal duolaringizni hamisha Allohim dargohida qabul qilsin. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Mehribon farzandlaringizni sizga bo'lgan cheksiz mehrlari, hurmatlari, muhabbatlari o'zgacha bo'lib turar ekan onajon. Hamisha shunday bo'lsin. Doimo farzandlaringizga bosh bo'ling. Farzandlaringizni baxtli, kelajak, porloq kunlarini ko'rib ishligingizni Alloh sizga hamisha nasib qilaversin. Dunyoda eng baxtli ona, sevimli buvijon bo'lib yurishdan aslo charchamang. Shu unutilmas go'zal kunda sizga onajon uzoq umr, sihat, salomatlik, xonadoningizga tinchlik, osoyishtalik, dasturxoningizda qut baraka doimiy bo'lsin. Hamisha Allohimning suyukli bandalari qatorida bo'lib yurishligingizni inshaalloh nasib etsa 40 yildan keyin 100 yoshlar bilan yuzlashishingizni Alloh sizga qodir aylasin. Oila sardog'ida aziz, qadrli, hurmatli bo'lgan onajonim, yana bir bora qarshi olgan tabarruk yoshlaringiz 60 yosh yubiley yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat ayna, rahmat. Sening ishingga ham rivoj tilayman qizim. Tashakkur onajon. Tilayman. Shunchalik mening anavlarimni o'zimga yetkazganing uchun rahmat aytaman qizim. Tashakkur onajonim, samimiy tilaklar, e'tibor uchun albatta bizni sabr ila eshittirishimizni tinglaganingiz uchun sizga ham o'z tashakkurlarimizni aytamiz onajonim. Hamisha yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin, yuzingizda bahoriy tabassum aslo tark etmasin. Oila a'zolar, farzandlar baxtiga doimo sog' va salomat bo'ling deya qo'ng'irog'imizni yakunlaymiz. So'zimni so'ngida siz uchun atalgan go'zal qo'shiqlar bilan yakunlayman. Salomat bo'ling onajon. Xo'p, rahmat. Ishingga rivoj tilayman qizim. Rahmat. Salomat bo'ling. Tashakkur onajon. Onajon, gullar sochaymi poyingga? Onajon, gullar hayron chiroyingga. Onajon, bag'ringga bos mehringga qonay.
onajon, seni quvontirib quvonay. Meni kutar kecha kunduz yo'llarimda ko'zi, bu faqat onamdir. Omadimning sababi o'zi, baxtimning yulduzi, bu faqat onamdir. Atrofimda yonib parvona, dunyoda bir dona, bu faqat onamdir. Duosi oshkora pinhona, tunlari uyg'ona, bu faqat onamdir, onamdir. Kechalari ko'chalarda dayidib, yarim tunda kelsam uyga qaytib. Keldingmi bolam der meni deb bedorim, onajonim mehribonim beozorim. Yuzlarimdan o'par, ko'zlarimdan o'par, oshsa haroratim to'rt tomonga chopar. Dardimga qaydan bo'lsa ham malham topar. Meni kutar kecha kunduz yo'llarimda ko'zi, bu faqat onamdir. Omadimning sababi o'zi, baxtimning yulduzi, bu faqat onamdir. Atrofimda yonib parvona, dunyoda bir dona, bu faqat onamdir. Duosi oshkora pinhona, tunlari uyg'ona, bu